Instagramda ko'pchilik blog yuritishlikni boshlaydi, obunachi to'playdi, prosmotrlar yig'ishni boshlaydi, lekin negadir 1-2 oy o'tmasdan blog yuritishlikni to'xtatib qo'yadi. Bu kabi holat Instagramda 100 minglab obunachisi bor bloglarda ham kuzatilishligi mumkin. Ya'ni blogida obunachisi bo'lishidan qat'iy nazar, ular blogini davom ettirishmaydi. Yoki aynan SMM agentsiyalari, shaxsiy brend bilan ishlaydigan agensiyalarda ham shu kabi muammolar bor. Ular yangi mijoz olishadi, lekin shu mijozlari ma'lum muddat o'tgandan keyin hech qanaqangi sabablarsiz, ya'ni ishdagi muammo tug'ilmasa ham, ya'ni obunachisi bor, prosmotr bor, lekin shu holatda ham ishni to'xtatishligiga qaror qilishadi. Tanish holatmi? Aynan shu holatlarning asl sababi blogda mindsetni yo'qligi. So'nggi 3 yillikda 10 ga yaqin ekspertlar bilan hamkorlik qilib, bitta narsani tushundim. U ham bo'lsa, qachonki blogda mindset bo'lmasa, blog rivojlanishdan to'xtaydi. Aslida blog orqali daromad qilishlik siz o'ylaganchalik qiyin jarayon emas. Shunchaki blog boshlashdan oldin blogdan qaysi usulda, qachon daromad qilishingiz haqida o'ylab ko'rishligingiz, shu maqsadlaringizga strategik bo'lishligi, oddiy qilib aytganda, mindset usullaridan xabardor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Tabriklayman. Shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Sababi videoni oxirigacha ko'rsangiz, aynan blog orqali mindset qilishlikni 3 ta usul haqida gaplashamiz. Bu mindset usullaridan shaxsan o'zim jamoam bilan birgalikda foydalanamiz. Ya'ni ekspertlarimizga, o'zimizning hamkorlarimizga bloglar orqali daromad qilishligiga aynan shu usullarni ishlatib yordam beramiz. Bunaqa misollar juda ham ko'p. Ulardan biri masalan Doniyor Abdug'aniyev, Instagramda Doniyor FX yuzerlari. Bu blogni noldan ochganmiz va nol holatda ochib, 1 yil ichida onlayn kurslar orqali umumiy $100,000 ga yaqin zapusklarni amalga oshirganmiz. Ya'ni $100,000 ga yaqin daromad qilganmiz bloglar orqali. Yokida Johir Po'latov degan image maker bor. Ularning ham akkauntini noldan ochib, 1 oy ichida 100,000 tadan ko'proq obunachi to'plaganmiz bloglariga va shu oydan keyin kiyim do'konlari bilan 6 oylik shartnoma qilingan va shartnomaning har oylik to'lovi $2,000 dan boshlangan va ichida KPI'lar bo'lgan. Aslida bu kabi keyslarimiz yetarlicha. Ular orasidan Abror Ahmedov menimcha ko'pchilik tanisa kerak. Instagramda mashhur bitta blog egalaridan biri, o'zining nishasida top ekspertlardan biri. Ular bilan ham aynan hamkorlik qilib kelyapmiz hozirgi kunda ham. Aynan bloglarida yetarlicha obunachilari bor va u yerda aynan onlayn kurslarni sotishlik bo'yicha hamkorlik qilamiz. Ularning prodyuserimi, ular bo'lsa ekspert sifatida men bilan hamkorlik qiladilar. Undan tashqari bizda yana shu kabi loyihalarimiz, ya'ni infobiznesda zapusk degan termin bor. Aynan zapusk bo'yicha hamkorliklarimiz bo'lgan shu vaqtgacha. Ular orasida Barnard dietolog bor. Aynan dietologiya sohasida o'zini o'rniga ega bloglari bor yaxshi mutaxassislardan biri. Bonur Rustamova yokida shu kabi yana sohada top mutaxassislar bor. Ular bilan birgalikda onlayn kurslarni sotish orqali zapusk texnologiyasidan foydalanib, bir necha milliard so'mlik sotuvlarni amalga oshirganmiz. Bugungi darsimizda aynan blog boshlashdan oldin nimalarga ahamiyat berishimiz kerak, o'zi aslida Instagramdan qanaqa qilib daromad qilishimiz mumkin, shu haqida imkon qadar batafsil aytib berishga harakat qilaman. Asosiy mavzuni boshlashdan oldin tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Instagram hozirgi kunda shunchaki ijtimoiy tarmoq emas, u marketplace ga aylanib ketib qoldi. Ya'ni u yerda asosiy insonlar aynan daromad qilishlik uchun ham kiradi, oldi-sotdi uchun ham kiradi. O'zi aslida inson bekordan bekor pul sarflamaydi. Ya'ni bekordan bekorga aynan production taraflama yoki umuman SMM mutaxassislari bilan bekorga ishlamaydi. Sababi blogga qanchalik pul tiksa, shunchalik ko'proq daromad qilish mumkinligini biladi. Lekin hozirgi kunda juda ham ko'plab bloglarni o'zimizdan kuzatganimizda aynan ularda takrorlanadigan bir xil muammo bor. Bu ham bo'lsa, to'g'ri strategiyasiz ishni boshlashlik. Ko'pchilik o'ylaydi, ko'p prosmotr o'zi kifoya yokida obunachi o'zi kifoya degan tushunchaga ega bo'lib qoladi. Shuning uchun prosmotr soniga ishlab, shunchaki nima desa bo'ladi, sohaga oid bo'lmagan, shunchaki nima desa bo'ladi, ma'lumot beruvchi kontentlar ko'paytirib olishadi. Qo'pol qilib aytganda, Wikipediani video formatga ko'chirib qo'yishadi. Aslida qanaqa bo'lishi kerak? Demak, shu haqida gaplashamiz. Blog orqali daromad qilishlikni asosiy 3 ta yo'nalishligi bor. Birinchisi bu Instagram yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali siz
o'zingizni tovarlaringiz yokida o'zingizni xizmatlaringizni sotish orqali blogingizdan daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zi ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor. Instagramdan daromad qildi deganda, Instagram qanaqadir layklar uchun yoki podpисчик uchun pul to'laydi deb o'ylaydi. Aslida bunaqa emas. Aslida Instagramni to'g'ri yuritish orqali daromadingizni bir necha karraga o'stirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, aynan xizmat yoki tovar sotadiganlarga bir necha misollar bor. Ular orasida masalan o'zimiz ishlagan keyslardan demak, Ravshan Grabus degan qurilish kompaniyasi bo'lgan. Ular ham o'zlarini oldin birga ishlaganmiz. O'zlarini aynan xizmatlarini Instagram orqali sotganlar. Bu xizmat sotishga namunalar bo'lsa, tovar sotishga ham namunalar juda ham ko'p. Kiyim do'konlari, to'g'rimi? Yoki aksessuar do'konlar. Ya'ni o'zingiz ham tushunasiz, hozirgi kunda istalgan do'kon yoki istalgan mutaxassis asosiy sotuvlarni Instagram orqali qilyapti. Agarda siz xizmatingizni Instagram orqali sotmoqchi bo'lsangiz, nimaga ahamiyat berishimiz kerak degan savol. Demak, odamlar ishongan insondan sotib olishadi. Shunchaki prosmotr ko'p bo'lgan insondan emas. Nimaga ishontirishimiz kerak? Birinchi navbatda bu shaxsiyatimizga. Nima degani bu? Biz inson o'rnida qanaqa insonmiz, qadriyatlarimiz qanaqa, shu haqida kontentlar ishlashingizni tavsiya qilaman. Demak, biz tushunib olishimiz kerak. Xizmat sotish uchun menga ko'plab obunachi shart emas, ko'plab prosmotr shart emas. Shunchaki kerakli insonlarga chiqishim kifoya. Tushunarligi? Demak, kerakli insonlarga qanaqa chiqamiz? Ya'ni xizmatimizni qanaqa qilib ularga to'g'ri taqdimot qilishimiz kerak. Birinchi navbatda shaxsiyatimizga ishontiramiz. Tushunarli? Bunaqa kontent turlar juda ham ko'p, to'g'rimi? Pulga nisbatan munosabatingiz qanaqa degan kontentlar, to'g'rimi? Pul haqida kontentlarimiz, oila haqida, jamiyat haqida kontentlar bekorga ko'p takrorlanmaydi, aynan xizmat sotuvchi insonlarda. Yoki umumiy shu jarayondagi kontentlarimiz. Post ko'rinishdagi kontentlar bizda demak, bizni xizmatligimizni sotishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siz shunchaki noto'g'ri auditoriyaga, noto'g'ri kontentlar ulashish boshlasangiz, tasavvur qiling, siz xizmat sotmoqchisiz, lekin shunchaki Vine'da ishlayapsiz. To'g'rimi? Bunday holatda prosmotr ko'p bo'lishi mumkin. Instagramimizga ko'plab axlatlar keladi, ko'plab obunachi keladi, lekin ular sizni xizmatingiz qiziq bo'lmaganligi uchun xizmatingizga oid kontentlar chiqarganingizda ular skip qilib yuboradi. Ya'ni shunchaki o'tkazib yuboradi. Bu narsa nimaga olib keladiki, Instagram qaraydi, ya'ni statistikaga qaraydi. Demak, Instagram chiqargan xulosasi qanaqa bo'ladiki, bizni xizmatlaringiz insonlarga qiziq emas. Shuning uchun o'tkazib yuboryapti. Va ertaga siz tovaringizni sotishingizga yoki xizmatingizni sotishingizga ancha qiynalishingiz mumkin bo'lib qoladi. Agar siz ommabop, hamma uchun bir xil tovar sotmoqchi bo'lsangiz, bunday holatda demak siz hajviy narsalar, to'g'rimi? Yoki shunaqa ko'proq prosmotr bo'ladigan trendlardan foydalanishingiz sizga maqsadingizga muvofiq bo'lishi mumkin. Lekin xizmat sotishda doimo bu narsa ishlamaydi. Demak, tushunarli. Instagram orqali biz tovar yoki xizmat sotib daromad qilmoqchi bo'lsak, nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda shaxsiyatimizga, ikkinchisi ekspertligimizga. Agar tovar sotmoqchi bo'lsangiz, agar u ommaviy tovar bo'ladigan bo'lsa, ko'proq prosmotriga e'tibor berishimiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. O'zi bu narsani nima uchun aytib olmaslarga, aynan biz daromad qilish deganda birinchi narsa, demak biz xizmat va tovar sotar ekanmiz. Demak, tushunarli. Agar shu yo'l bilan biz daromad qilmoqchi bo'lsak, nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan narsani yuqorida aytib o'tdim. Endi ikkinchi usuli bu bizda aynan reklamalar sotish orqali. Bunaqa misollar ham juda ham ko'p. Aynan Javohir Po'latov ham aynan shu usul orqali daromad qiladilar. Ya'ni bunaqa misollarga hozirgi kundagi Instagramdagi istalgan bannerlar misol. Ya'ni ularning asosiy daromad manbai reklamalar orqali. Demak, ular obunachilar to'playdi, obunachilarni qiziqtirib ushlab turadi va ularni e'tiborini oddiy qilib aytganda pullarga aylantiradi. Ya'ni reklamatorlar, reklama beruvchi insonlar sizni blogingizdagi ko'rishlar soniga qarab turib reklama summasini belgilaydi. Va buni holatda siz agar reklama orqali daromad qilmoqchi bo'lsangiz, siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa shaxsiyatingizdan ko'proq, ya'ni shaxsiyatingiz bu ikkinchi o'ringa tushib qoladi bunday holatda, ko'proq sizni prosmotrlaringiz yoki obunachilar soni birinchi o'ringa chiqib qoladi. Lekin ikkinchi o'rinda hali ham shaxsiyatingiz turibdi. Demak, bunday holatda nima qilamiz? Agar siz bloger bo'lmoqchisiz, ya'ni blog yuritmoqchisiz, ya'ni sizda hech qanaqa tovaringiz yo'q sotgan. Siz hech qanaqa sohada mutaxassis emassiz, lekin Instagram orqali pul topmoqchisiz. Yuqorida aytgandek, Instagram shunchaki sizga pul bermaydi. Demak, siz Instagram orqali pul topmoqchi bo'lsangiz, aynan shu usul tanlashingiz kerak bo'ladi. Demak, ko'proq prosmotr, obunachilik ishlaymiz. Bunday holatda qanaqa kontentlar ishlaymiz? Bunaqa misollar juda ham ko'p.
Bu narsani ko'pchilik tushunib bo'ldi. Ya'ni vayn yo'nalishlari, to'g'rimi? Ya'ni ko'proq odamlarni kulgu bilan ushlab turishligimiz, to'g'rimi? Hajviy yo'nalishlar har doim ko'proq prosmotr ushlagan va shu orqali ko'proq obunachi yig'ishingiz mumkin bo'ladi. Lekin shu o'rinda yuqorida aytganimdek, obunachi bilan birgalikda sizni shaxsiyatingiz qanchalik kuchli bo'lishligi auditoriyani shunchalik sizga bo'lgan hurmatini oshiradi. Ya'ni sizni shaxsiy fikrlaringiz, dunyoqarashingiz qanchalik keng bo'lsa, auditoriya sizni shunchalik ko'proq hurmat qiladi, shunchalik ko'proq sizni kuzatadi. Bu degani storieslarda axbotlaringiz tushib ketib qolmaydi degani yoki reklama qilsangiz, reklamadan foyda oladi. Ya'ni sizni qilayotgan tavsiyalaringizga auditoriyangiz, obunachilaringiz ergashadi. Bu biznesmen uchun, reklama bergan inson uchun manfaatli bo'lgandan keyin qayta siz bilan ishlashligi yoki boshqa tadbirkorlarga tavsiya qilishligiga olib keladi. Va shu orqali siz daromad qilmoqchi bo'lganingizda, demak tushunarli, birinchi o'rinda ko'proq hajmiy narsalar chiqaramiz va shu bilan birgalikda shaxsiyatimizni olib chiqib ketamiz. Demak, shu joyda aytib ketmoqchiman, bu darsimiz aynan mindset usullari haqida. Agar siz qanaqa qilib shunaqa hajmiy narsa ishlamoqchi bo'lsangiz yoki qanaqa qilib shaxsiyat ochish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, agar kommentariyaga yozib keting. Bu haqida ham alohida uzun videolar chiqarishga harakat qilaman. To'g'ri tushunishni xohlagan bo'lardim. Hammasini bitta videoga sig'dira olmayman. Bu darslarda va'da qilingandek Instagram orqali daromad qilish usullari haqida gaplashamiz. Demak, ikkinchi usul tushunarli. Birinchi usul bizada aynan tovar yoki xizmat sotish orqali daromad qilsa insonlar, blogi bor insonlar, ikkinchi usulda aynan ko'rishlar sonini daromadga aylantirib, pullarga aylantirib, ya'ni reklamalar orqali daromad qilishar ekan. Endi bizada uchinchi eng aktualni hozirgi kunda trendda, umuman har doim trendda bo'lgan daromad qilish usuli. Aynan ta'lim orqali daromad qilishlik. O'zi istalgan inson, istalgan mutaxassisdagi inson ta'lim orqali daromad qilishligi mumkin. Lekin aynan Instagram orqali bu narsani siz yo'lga qo'ysangiz, siz bu maqsadingizga tezroq va osonroq erishishingiz mumkin bo'ladi. O'zi har doim ta'limga talab yuqori. Ya'ni insoniyat borki, ta'lim oladi. Demak, bu ham eng aktual daromad usullaridan biri. Lekin shu joyga tavsiya qilaman sizlarga, bu narsa haqida ham o'zi alohida Telegramda post qoldirgandim. Qanaqa post deganda, qachon ta'lim orqali daromad qilish mumkin? Agar siz mutaxassisingiz qanaqa darajada bo'lishidan kelib chiqib turib, siz o'zingizni daromad yo'nalishingizni tanlashingiz kerak. Bu haqida Telegramda post qoldirgandim. Videoni opsiyasida Telegram linkini qoldirib ketaman. Albatta o'tib, o'sha narsani o'qib oling. U yerda aynan mutaxassisligingizdan kelib chiqib, blogingizni holatidan kelib chiqib, siz to'g'ri yo'nalish va to'g'ri strategiya tanlashingiz haqida post qoldirgandim. O'qing. Agar endi siz Instagram orqali qanaqadir onlayn kurslar yoki offlayn kurslar, mentorliklar sotmoqchi bo'lsangiz, nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Hozir shu haqida gaplashamiz. Demak, agar siz aynan ta'lim orqali daromad qilmoqchi bo'lsangiz, blogingizda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi narsa, bepul darslarni ko'paytiring. Ya'ni o'zingizni mutaxassisligingizga oid, ya'ni o'zingiz nimadirga erishgan bo'lsangiz, o'sha erishgan natijangizga texnikalarni video darsi ko'rinishga keltiring va o'sha narsani auditoriyangiz bilan bo'lishing. Qanchalik ko'p bepul darslar berishingiz sizni auditoriyangiz shunchalik sodiqligini oshirib boradi. Va shu orqali siz o'zingizni mutaxassisligingizni ochib berishingiz mumkin bo'ladi. Va oxir-oqibat sizni bu daromadingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Ya'ni onlayn kurslaringiz sotuvi yoki offlayn kurslaringiz sotuviga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Keyingi narsa bu кейslaringiz razborlari. Ya'ni bu juda ham muhim narsa. Mana siz o'zi odamlar sotib olishdan oldin asosiy narsa ular ekspertga o'xshashni xohlaganligi uchun ularni kurslarni sotib olishadi. Agar siz ta'lim orqali daromad qilmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingiz loyihalaringizni ochib bering. Qanaqa loyihalar bilan ishlagansiz, qanaqa natijaga chiqqansiz? Bu narsa agar o'quvchiga qiziq bo'ladigan bo'lsa, u ham shu kabi loyiha qilmoqchi bo'lsa, shunaqa natija qilmoqchi bo'lsa, albatta kursingizga yoziladi. Keyingi narsa, blogingizda albatta social proof, ya'ni ijtimoiy dalillar bilan bo'lishing. Bu narsa nima degani? Agar siz trener bo'ladigan bo'lsangiz va trenerlikka oid zo'r kontentlar chiqaryapsiz, lekin o'zingizda social proofingiz yaxshi emas. Ya'ni o'zingizda figurangiz sportchilarnikidek emas, ya'ni sportchilarnikidek chiroyli emas. Bunday holatda insonlar sizni kuzatmasligi mumkin. Endi siz nima qilasiz? Social prooflar ustida ishlaysiz. Chiroyli tana qomatingizni yoki sport bilan shug'ullanayotgan jarayonlaringizni, kontentlaringizni ko'rsatib borasiz. Demak, bu dars o'zi aslida
boshlang'ich darajadagi insonlar uchun emas. Agar Instagram orqali siz daromad qilish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, allaqachon siz SMM bilimlariga egasiz yoki Instagram bilimlariga egasiz. Men chuqurlashmayapman. Ya'ni blogni turlari yoki kontent turlari haqida gaplashmayapmiz. Shunchaki nimalarga e'tibor berishimiz kerak, nima bizda muhim pointlarimiz bor, shu narsa haqida qisqacha to'xtalib o'tyapman. Va albatta qiziq bo'ladigan bo'lsa kommentariyga yozing, albatta o'qib chiqaman. Keyingi darslarimiz shular haqida bo'lishi mumkin. Demak, tushunarli. Birinchi narsa bu bepul darslar berishligimiz bo'lsa, keyingisi biz keyslarimiz, aynan razborlar bo'ladigan bo'lsa, keyin social proof va eng asosiysi bu narsa nima degani? Bu qaytarib aytaman, yana yuqoridagi narsa shaxsiyatingiz. Shaxsiyatingiz qanchalik kuchli bo'lsa, auditoriyangiz sizga shu darajada ko'proq ergashadi. Bu narsa haqida yuqorida aytdim. Demak, biz blogimizda qanaqa ochib beramiz bu narsani? Demak, eng yaxshi usul o'zi aslida podkastlarga borishligingiz. Masalan, iloji bo'ladigan bo'lsa yokida o'zingizni aytaylik, qanaqadir hayotdagi tajribalaringizdan bo'lishligingiz. Shunaqa o'zi atama bor. Yaxshi inson ko'p sotadi degan narsa bor. Yaxshi inson paytida har doim bo'ling. Bunaqa holatda doim e'tibor bering. Shaxsiy fikrlaringizni bildirayotganingizda bir tarafli bo'lib qolmang. Ya'ni ikkita taraf bo'lsa, siz bir taraf bo'lmang. Imkon qadar neytral fikrlashga harakat qiling. Demak, agar kontentlar holatda keladigan bo'lsak, qanaqa foizali bo'lishi mumkin edi? Agar foizali bo'lib chiqsa, 60% holatda ekspertlik kontentlar bo'lsa, 30% holatda shaxsiy fikrlaringiz, ya'ni shaxsiyatingiz va 10% holatda bu lifestyle blog olib borishingiz. Qanaqa degani bu? Aynan jarayondan qanaqadir lavhalar qo'yib borishingiz, tadbirlarga chiqqanlaringiz qo'yib borishingiz bu odamlarga yana ham ishonchini oshirib borishligi mumkin. Demak, tushunarli. Aytganda qisqacha mazmuni shundan iborat. Ya'ni biz daromad topishligimiz, ta'lim orqali daromad topishimizni nimalarga e'tibor berishimiz kerak bo'lsa, qisqacha mazmuni shundan iborat. O'ylayman, Instagram orqali daromad qilish deganda ko'z oldingizga kichkina bo'lsa ham xarita keldi. Demak, 3 ta yo'l orqali biz daromad qilishimiz mumkin ekan. Birinchisi tovar xizmat sotish orqali, ikkinchisi reklama sotish orqali, uchinchisi ta'lim berish orqali. Demak, biz shu usulda nimalarga e'tibor berishimiz kerak haqida gaplashdik va shu joyda qo'shib ketmoqchiman. Bu mana YouTube uchun tayyorlagan birinchi videoyim. O'ylayman, bu narsa davomiy bo'ladi. Faqat bu joyda sizlarni qo'llashinglar muhim men uchun. Albatta, muhim narsalar nima? Like bosing, obuna bo'linglar. Undan tashqari kommentariy yozib ketinglar. Keyingi videolarda nima haqida gaplashaylik. Bu darsimiz, bu videomiz umumiyroq bo'lganligi uchun kim uchun deganda aynan daromad qilish haqida tushunchasi yo'q insonlar uchun tushuntirmoqchi bo'ldim. Keyingi videolarda agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aynan uchalasidan bittasini tanlab olib, to'liq ichiga chuqurlashingiz mumkin bo'ladi. Albatta, fikrlarni izohlar yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha